Assalomu alaykum barchaga, xayrli kun hammalarga. Yana zakazlarni tahlashga men ofisdaman. Ko'rib turishinglar mumkin. Hamma dizalarim tayyor turibdi. Xohlagan dizlarni tanlab zakaz berishinglar mumkin. Bolalar asosini ham chiqazib qo'ydik. Kecha aytgan edim, yangi chiqadi. Mana yangi formatdagisi deb. Mana 4 yoshdan 14 yoshgacha. Bu maktab formalar uchun ideal diza. Buni ichida bitta komplektini o'zida tushuntirib o'taman. Ko'pchilik tushunmayotgan ekan. Men buni ichida bitta dona emas, qizijo'lar. Polni komplekt bolalar asosidan 4 yoshdan 14 yoshgacha bo'ladi. 10 ta dona ichida, 10 ta dona. Bunda siz 4 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan qizchalar uchun, yoki o'g'il bola uchun ham даже qilsangiz ham bo'ladi. Vazifa asnovasi bu. Inchalar uzun holatda berilgan bu indizami. Bemalol tikishingiz mumkin. Kuynecha, forma, kofta, bluzka, kostyum, nima xohlaysiz mana shu andazadan chiqazaverasiz. Bu ham nalichman turibdi, tayyor. Bolalar duvoykasi, marhamat. Maktab forma uchun ham bu ham yaxshi. Bu 1 yoshdan 11 yoshgacha, bu 4 yoshdan 14 yoshgacha. Bu kuyne holatda berilgan, bilasizlar? Bu duvoyka holat, ya'ni tepa-past holatda berilgan. Bularni qanaqa ko'rinishda ochiq holatini Telegramdan yozinglar, sizlarga men priceini tashlab beraman, o'sha yerda ko'rsanglar bo'ladi. Bu andazalarim haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lmaganlar, shunday kommentariyaga plyus qoldiring, like bosib qo'ying. Men sizga hamma andazalarim haqida to'liq ma'lumot tashlab qo'yaman.